Sizlarga hozir 19,5 sotuvli xonadon topib qo'ydim. Yaxshi narxda, men chiroyli narxda so'rashyapti. Xullas 55 ming AQSh dollarini so'rashyapti. Ya'ni aytishayotgan joyi, yana o'tib beradigan, baraka qiladigan joylar bor. Hozir videoni oxirigacha ko'rsangiz, hammasini birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, mana boshladik. Mana birinchi xonasi. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana kirganingizda divanlarni qo'yib qo'yishgan, bu yoqda ayollar bor, bu yerda ham bitta xona, buni ko'rsata olmayman. Mana bu yoqda zali. Qarang. Zali ham kattagina qilingan. Ranglarni ham yaxshi kombinatsiya qilishgan ekan, ko'zni og'ritmaydigan, ko'zni charchatmaydigan ranglardan qilib qo'yilgan ekan. Yaxshi. Yana akfa eshiklari qo'yib qo'yishibdi. Mana navesni ko'ryapsiz, kattagina qilingan. Bemalol shu navesdagi mashinangizni qo'yib qo'yasizmi? No, so'rlarni qo'yib qo'ymashdi. Yoz kunida choy ichib, suhbatlashib o'tirsa bo'ladi. Mana bu yoq tomonda yana ikkita xonasi bor. Mana detskiy qo'shgan ekan mana birinchi xonasini. Hamma mebel, hamma narsasi bilan tashlab ketaman deyishyapti. Ya'ni kelishsa bo'ldi deyishyapti mana. Spalnisini ko'ryapsizmi? Kattagina qilingan, ranglar ham yaxshi rang. O'zi rang tanlashda odamni did bo'ladi. Mana didlari yaxshi ekan. Uy egalari ham yaxshi odamlar ekan. Prosta pul zarur ekanligi uchun sotishayotgan ekan. Mana endi bu yoq oshxonasi. Ayollarimiz keyin eng yaxshi ko'rgan joyi masjid bo'ladi. Bemalol masjidda sizga pishiruvlarni, ovqatlarni pishirib, bolalarga sizga ovqatni tayyorlab beradi. Men bu yoqda mana televizor xonasi, masjidda choy ichib, televizorni ko'rib, suhbatlashib o'tirsangiz ham bo'ladi. Yaxshi joy. Hovlini o'zi fayzli ko'rasizmi? Shuna kirganda o'zi fayz qanaqadir yog'ilib turibdi. Bitta like deb bosib qo'ying. Bu yoqda baynasi hozir yopilgan ekan, ham ochiq ekan mana baynasi ham. Mana kir mashina anaqalar bilan qo'yib qo'yishgan. Mana katyollar mana ko'ryapsizmi? Mana hammomlar, bu yoqda saunasi ham bor ekan. Yaxshi, chiroyli qilib qo'yilgan. Bu yerda gaz o'chmaydi deyshadi. Gazlar katta zo'r yonar ekan. Xullas hovlini ko'ryapsiz, hovli ham anchagina katta. Menimcha 2 ta yoki 3 ta aka bo'ladigan bo'lsa, bo'lib masjidga uchirib olsa bo'ladi. Lekin aytib qo'yishim kerak, ozgina zahmat joyi bor ekan. Uni kelib suhbat asosida shu yerda gaplashsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yog'i mana kladovkasi. Kladovka endi balkim shu yerda bitirib nimadir xona qilib olsangiz bo'ladi. Hozircha kladovka qilib ishlatayotgan ekanlar. Bu yoqda yana bitta xona, bu garaj ekan. Mana garaj qilib ishlatilgan ekan. O'zingiz yana ideya qilib, ya'ni nimadirlar qilsangiz bo'ladi. Qarang, mana hovlini kattaligiga 2 ta bolni tashlab qo'yishdi masjidga. Agar uyda sotaman desa, mana shu mol bilan qo'shib berib yuborishar ekan anakisiga. Nima deyapti yana? Qarang, kattaligini. Agar siz chorva mollari boqmoqchi bo'lsangiz, bu yoqda alohida darvozasi bor. Mana bu yoqdan chorva mollarini olib kirib, bu yoq tomonda molxonasi ham kattagina qilingan. Qarang, agar chorva mollarini boqmoqchi bo'lsangiz, chorva qilmoqchi bo'lsangiz ham yaxshi. Mana bu tomonni qarang. Nechta bir 20 ta buqani boylab boqsa bo'ladimi? Shu yozib yuboringlar mana. Mana shu joy. Qarang. Yaxshi. Bu o'zi juda katta ekan. Qoyil. Xo'p, bu joy Quyuchirchiq tumanida joylashgan, ya'ni Petletka degan joyda. Xo'p, manzilni bitta tushuntirib o'tay, chiroyli qilib. Toshkent viloyati Quyuchirchiq tumani, ya'ni Petletka degan joyda Paxtazor MFI ekan. Donishmandlar ko'chasi. Yonimizda Raddom ham joylashgan. Hozir ko'chaga chiqib ko'rsataman buni. Qarang, kattaligini. Mashalloh, agar kim olsa ham baraka topadi. Barakali, yaxshi joylar. Prosta anchadan beri odam turmaganiga holat shunaqa bo'lib turibdi ekan. Qarang. Mana ko'chani o'zi. Mana ko'chaga chiqishimiz. Ko'chalarni ko'ryapsiz, jiloy, hamma joy yaxshi. Xudo xolasa asfalt keladi degan gap bor ekan. Rost bo'lsin. Mana qaranglar ko'chalarni. Bu yoq tomonda Quyuchirchiqning Raddomi tug'ruqxonasi joylashgan. Shundan agar keliningiz yoki ayolingiz shuni bitta xaltasini ko'tarib borib kelaveradi-da, muammo emas. Magazin,
dorixona hammasi yon atrofda joylashgan. Novvoyxona, mahallam boshida militsiyaxona ham bor ekan. Ana qo'riqlash sistemasi zo'rligini. Xullas tinch mahalla, zo'r, yaxshi joylar. Mana ko'ryapsiz. Uyda tashqari tomondan. Xullas 55 ming AQSh dollari so'rashyapti. Yana ancha o'tib chiroyli qilib baraka qilib beradigan joylari bor. Mana uyda ichkari tomondan ko'rsatay. Mana shu hovli joy, mana shu uy joy sizga nasib qilsin, bitta laykni bosing, tanishlar, yaqinlar kimga bo'lsa jo'natib qo'ying. Balkim o'shalarga kerak bo'lib, o'shalarga manfaatli bo'lib qolar. Bitta layk bosing, obuna bo'lishni unutmanglar.